22 yosh. Konsultatsiya bilan gaplashib bo'ldik, testga o'tkazdim. Testni o'tkazdim, qiyshayib mandaqa turdi. Nimaga sen unaqa qiyshayib turibsan? Nimaga g'ovdang ko'tara olmayapsan desam, yana meni aldaydi. Men kafilchi bo'lib ishlayman 10 yildan beri. Shuning uchun shunaqa yelkalarim tushib ketgan deb. Qoldi onasi yonimga kirib aytdi. O'g'lim chekadi deb. Nima chekadi desam, nasha deydi. O'tirib qolgan o'sha deydi doriga. Ya chekasizlarmi sizlar ham? Unda isbotlanglar, ko'rsatinglar. O'sha odamni tanasi, ko'zi, qarashi, yelkalari bildirib qo'yadi. Qiltiriq bo'lib ketgan, qiltiriq. Bunday qilib turibdi. Unday qo'lingni qilma, och, bunday qilib tur desam, bunday qilib turibdi. Bunday, mana bunday qilib turibdi. Govdangni ko'tar deb urib qo'ysam, yana bunday qilib turibdi. Men kafilchiman-da, 10 yildan beri kafil teraman-da, odat bo'lib qolgan deb. Ana, baribir haqiqat chiqdi-ku mana. Mag'rurli, g'ururli bo'lib turing, sog'lomsiz. Hech narsaga asir emassiz, ichkilikka, narkotikka, dangasalikka asirsiz. Unda turing chotki bo'lib, lanchlikka asirsiz. Duxsizlikka asirsiz, ta'sirlanib yig'lab berishga asirsiz. Bechorani yoqib, yig'lab berib. Onangizga yig'laysiz, menga yig'laganingiz o'tmaydi. Umuman ta'sir qilmaydi.